O'quvchilaringiz darsingizda inglizcha gapira boshlashini xohlaysizmi? Shogirdim Barfina yonimga kelganda o'quvchilari inglizcha gapira olmasligidan shikoyat qildi. Darslarini kuzatganimda u bolalarga bir grammatik mavzuni qayta o'tib tushuntirishga harakat qilardi. Lekin bolalar tushunmas, dars davomida zerikib, uyqusirab o'tirishardi. Barfina darslarini asosan rus tilida o'tar ekan. Lesson plan esa umuman yo'q. Treningdan so'ng Barfinaning darslari butkul o'zgardi. Birinchi darsning o'zidayoq bolalar ingliz tilida gapirishni boshlashdi. Ularning darslarga qiziqishi keskin ortib, darslar jonli, qiziqarli muhitda ingliz tilida o'tishni boshladi. Eng asosiysi Barfinaga bir grammatik mavzuni qayta tushuntirishga hojat qolmadi. U bolalarga qanday yondashishni, ularni qanday ilhomlantirishni o'rgandi. Siz ham shunday o'zgarishlarni xohlaysizmi? Sizning ham o'quvchilaringiz ingliz tilida gapira oladi. Darslaringizga jon kirib va o'quvchilaringizga o'rganishlari uchun motivatsiya bera olasiz. Upgrade Teachers Trainingda qatnashing va dars o'tishingizni yangi levelga olib chiqing. Trening haqidagi ma'lumotlarni Highlights'da Teachers Training podkastida topishingiz mumkin.